saqlamoqchi bo'ladi. Huquqni markazlashtirib, kompartiyaning huquq ordi va huquq ordini mustahkamlamoqchi bo'ladi. Chunki hozir xalqaro jamiyat, xalqaro besim Xitoyga yetib kelayotgan bundoq paytda Rais Shi Jinping albatta shuni qiladi. Bu zarur qiladi, zaruriyat bo'ladi. Rais Shi Jinping uchun aytgani zaruriyat bo'ladi. Chunki uningdagi bir narsa hokimiyatni mustahkamlamasa, bu besimga jungu qanday taqobil turdi? Taqobil tura oladimi shu besimga degan masalaga duch keldi. Bugun Rais Shi Jinping shuni qildi deylar. U bostiryotdi. Masalan, Uyg'uristonda o'ltiryotdi. Esli qoida bo'yicha aytganda bundoq vaziyat ostida, agar sening aqling bo'lgan bo'lsa, Uyg'uristondagi lagerlarning hammasini bekor qilishing kerak. Shu vaqtida anda xalqning ishonchini qo'lga keltirib, hech bo'lmaganda vaqt qo'simi qo'llashni qo'lga keltirib, sen andan boshqa davlatlar bilan strategiya va boshqa siyosat masalalarida erishishni yo'l qo'ya olishing mumkin. Bugun sening xato qilayotganing diktator üstüge diktatora, mustabitizmlik üstüge yana mustabitizm, bastırış üstüge yana bastırış bilen halkı muamele kıldıgan bolsan, o vaqtida tashqari dünyanın, yani G'arb dünyası cemiyetinin, xalqaro cemiyetinin sana işiltiyotgan besimi hozir siyaset bulup belgilep, agar bu hareketga qo'yilsa, vaqti Jungo nima ish yuz berdi? 2049-yılı dünyada birden-bir kudretlik derecenin tashqari davlatga aylanishning shuni ko'ribsan, men nima tush ko'ryapman? Mendek mazlum odamlar, mazlum millatlar qanday tush ko'ryapti? Buningda xabaring bo'lmaydi. Chunki sen ham shu kuch bilan yer sharida, olqandek zaminda bizdek o'zing azgan, o'zing zulm solgan mazlum millatlar bilan bir yashayapsan. Ko'ryapsan oldimizga o'tib ketgan tarixni. Avrupa'daki özgürlük, Rusya'daki özgürlük bu sana tarih bo'lib qolsin, hem misal bo'lib qolsin, hem örnek bo'lib qolsin. Mustabitizmni yo'li qo'ysan, yana shunchalik yurgizasan. Hozir 500 mingdan ortiq Uyg'urni hapsiga olding. Lagerga solding. Asli qoida bo'yicha bu 500 ming odam Uyg'ur hapsiga elinishi, nazorat ostiga elinish kerak emas. Uyg'uristonga ko'chib kirgan qonunsiz Xitoy ko'chmanlari. Şinjan Uygur Abdunum rayonuna köçüp girgen kanunsuz Xitay köçmelerinden 500 bin kişi nazarbandga elinish kerak. Nemish ki bu jahon ta'siri bo'ladi. Bugungi tahlilimiz ana shungacha vatandoshlar yana davomli tahlil qilamiz. Xulosalaganda Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qaratgan strategik siyosiy yoki belgilanib bo'ldi. O'ttirg'i chiqib bo'ldi. Endi bu qachon ijro qilinadi degan so'zni kutsak bo'ladi. Birinchi qatim yangi jechi kelgan vaqtida qarshi elindi, lekin yangi jechi tuzuk xizmat ishlayolmadi. Chunki siyosat allaqachon belgilanib bo'ldi. Endi hozir Liu He degan kishini Rais Shi Jinping Amerikaga avatibdi, yana qayta suhbat boshlash savdo to'g'risida va boshqalar to'g'risida. Buning natijasi qanchalik bo'ladi? Lekin Liu He Washingtonga ziyoratga kelishdan burun 2-oyning 24-kuni Prezident Trump'ның Amerika iqtisod qit'asini bo'lmaydi degan so'ziga diqqat qiling, hurmatli vatandosh. Shundaqla Amerika qilishga tegishli ishini qilish kerak degan so'zga diqqat qiling. Hozir Liu He Washington kelmay turibla Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump efendi Jungo hukumatiga va uning Washingtonga ziyoratga kelayotgan maslahatchisi Liu He efendiga javob berib bo'ldi deb o'ylayman, hurmatli vatandoshim.